Assalomu alaykum, qadrli yurt tomoshabinlari, akalar, sizlar bilan Usta Hojiakbar. Navbatdagi ishimizni Namangan Kosonsoy tumanida qilib bitirib berganmiz, akalar. Xudo xolasa 1.20 chiqqan qoshlari 0.37 oq va mokriy listlarga qilib berganmiz. Gilamsiz listlardan bo'ladi, akalar. Tillo ranglari ham xudo xolasa yaxshi rangga o'chmaydiganlarida qilib berganmiz. Xo'p, bu yoqda akfalarni afshifka qilganmiz. Ustunlarini akfa bilan birga tushadigan ranglarda bilinmaydigan qilib afshifka qilib berganmiz. Hop, bu listlarimiz akalar 0.35 list, 37 listlari. Adashib ketdim. 0.37 Toshkent listi. Samarqandniki emas, e'tibor berasizlar. Mana shu Samarqandniki bilan Toshkentnikida ham anchagina farqi bo'ladi. Burchaklarni ham ko'rgan bo'lsalaring, bir xil. Iloji boricha hammasini bir xil qilib chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Asosan burchaklariga e'tibor beriladi bu ishda. Tunuka fonda keyin valna, petnolariga e'tibor beriladi. Bu yoqda ozgina chala ishlarimiz bor. Materiallar endi kelgan. Materiallarni o'rnatyapmiz. Siliflari o'zi bor ekan, silif qo'ymadik, faqat tunuka foni. 300 kvadratga yaqin chiqqan ishimiz. Bu darvoza xonasi shaxmat fasonda qilib bitirib berganmiz bu yerda. Keyin kosmoslarni ham qo'yib berganmiz, akalar. Hozir tepaga chiqib ham bitta ko'rsataman. Valna petnolari bo'lmaydi. Mana bu kosmoslar, akalar. Patsivitkalarigacha yonib, chiroyli bo'lib turibdi. Bu ishimizni 135 ming so'mdan 0.37 list, eslatib o'taman, 0.37 Toshkent listlariga profilga qilib bitirib berganmiz, akalar. Agar kimdadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sifatli, tez bitadigan bo'lsa, xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsalar, akalar, ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Vodiy bo'ylab bemalol yuraveramiz. Mana, akalar, yonidan ko'rinishlari, valna, petno, metnolari xudo xolasa yo'q. Iloji boricha bunaqa narsalarni chiqazmasdan sifatli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Agar akalar kimlar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab telefon qilaverasizlar. Pastdagi nomerlarga ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz.